Uzunligi 32 metrgacha bez ustun turadigan fermani ko'rib turibsizlar qadrdonlar. Tagida xori ketadi, ustida esa ferma ketadi. Kimga shunaqangi garantiyasi bor temir xorilar ferma kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Biz hozir materialini narxini yoritib beramiz. Pastida ko'rib turibsizlar, eshikboz bo'ladi. Ya'ni konteynerda eshikbozi 10 ga 5, qalinligi 308, ichidagi kashaklari esa qadrdonlar konteynerda lagasi bo'ladi, qalinligi 4 mm bo'ladi. Tepadagilari ham xuddi shunaqa, mana bular 308, mana bular esa 4 metrlik xorilar. 32 metrgacha bez ustun turadigan firmani narxiga keladigan bo'lsa, ketyapti turgan materiali, usta aqsi hamma yo'q ichida 1 metrini bitishi qadrdonlar 350 ming so'mdan 400 ming so'mgacha bor. Mana shu ko'rib turgan variantlar 360 ming so'mlik varianti bo'ladi. Ustanovka dastavkasi alohida bo'ladi. Narxlarga keladigan bo'lsak, 1 metr 125 ming so'mdan boshlanib 400 ming so'mgacha temir xorilar, firmalar bor. Kimga kerak bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati, Bo'yda tumani Qoratepa qishlog'idan bo'lyapti. Ya'ni Kaminterin qishlog'ini shunday yonginasidan. Ustanovka dastavkasi kelishilgan narxlarda borib ustanovka qilib berishadi. Bitta like bosib, tom yoptiraman degan tanish bilishlarga jo'natib qo'yasizlar.